ikkita demayman, 4 ta ham demayman, 6 ta ham demayman, 8 ta ham emas, 10 ta ham emas, 12 ta. Narxiga keladigan bo'lsak, eng qimmat tok hozir 2850 so'm, 2900 so'm bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 1,5 ming so'm shu oy oxirigacha. 3 ta apparat bu yoqda. 3 ta apparat bu yoqda. Mana bu yoqqa yana 2 ta apparat qo'yilishi mo'ljalga olinyapti. Bir vaqtda o'zida 12 ta mashina baravar zaryad ola oladi. Bunaqa xap O'zbekistonda yo'q, faqat Masjidda. Butun elektromobil minadigan o'rtoq uylarga jo'natinglar bu videoni 1,5 ming so'mdan zaryadga qilib olishsin shu oy oxirigacha. Ayniqsa kirada yuradigan okalar uchun zab bo'ldi-da bu ish bor. Qoraqamish soy bo'yi bor-ku mana Mers Mo'yki. Shunday yonida mana 1,5 mingdan zaryad qiladigan joylarni ko'plar bilmaydi. Mizer pul qoladi 1,5 mingdan. Bular chisto mashi joyga odam o'rgatish uchun narx-navolarni arzon qilyapti. Siz mashi narsadan foydalanib qoling yoki sizni tanishingiz shu narsadan foydalanib qolsin. Okay, shu videoga like bossangiz, maksimum o'sha elektromobili bor odamlarga bu video yetib boradi-da. Siz ham savobga sherik bo'lasiz.